Farzandlar otam qachon o'lar ekan, onam qachon o'lar ekan, u qachon qutulamiz deb kutib o'tiribdi afsuski. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizni iymon e'tiqodli, axloqli qilib, yaratgan egamga muhabbatli qilib, yaratgan egamni tanitib tarbiyalang. Qanday? Muhabbat bilan, sevgi bilan. Agar muhabbatsiz, sevgisiz, muloyim bo'lmasdan turib, qo'pol tarzda qarg'ash, so'kish, urush bilan arzimagan xatolari uchun yoshligidanoq ularni jazolash orqali tarbiyalayotgan bo'lsangiz va kelajakda ulg'aygandan keyin bemorligingizda sizga qaramasa, sizga yaxshi gap gapirmasa, holingizdan xabar olmasa, sizni ota-ona o'rnida ko'rmasa, bunga faqatgina o'zingiz aybdorsiz. Zero tarixda shunday bir voqea bo'lgan. Hazrat Umarning oldiga bir otaxon keladida o'g'lidan shikoyat qiladi. Ey Amiral Mo'minin, o'g'lim meni urdi. Tayoq bilan, cho'pon tayoq bilan urdi. Unga bir nasihat qiling va uni jazolang deydi. Shunda Hazrat Umar o'g'lini chaqirtiradi va o'g'liga: "Nega otangni urding? Xudodan qo'rqmadingmi? Oq bo'lishdan qo'rqmadingmi? Hisob berishdan qo'rqmadingmi? Buni gunoh ekanligini bilmasmiding?" deydi. Shunda haligi yigit: "Ey Umar, siz aytayotgan narsalar nima? Xudo kim? Gunoh nima? Din, diyonat, iymon nima? Bularni hech birini men bilmayman" dedi. "Xo'p, nimani bilasan? Otang senga nimani o'rgatgan?" desa, "Otam menga faqatgina qo'y boqishni va qo'ylarni cho'q deb tayoq bilan urishni o'rgatgan" dedi. Shunda Hazrat Umar odilona bir qaror qabul qiladi. "Yigitchani qo'yib yuboringlar. Otasini esa qamchi bilan uringlar" dedi. Ota faryod dod soladi: "Ey Umar, nega meni jazolayapsan? Axir o'g'lim meni urdi-ku, u menga oq bo'ldi-ku" desa, "Yo'q, o'g'ling senga berilgan omonat edi. Sen unga diyonatni, iymon e'tiqodni, axloqni o'rgatish o'rniga faqatgina qo'y boqishni o'rgatding va o'g'ling seni ham qo'y deb o'ylabdi. Shuning uchun seni jazolayapman" dedi. Xulosa, farzandlaringizga bugun mehr muhabbat bermas ekansiz, avvalo o'zingiz diyonatli inson bo'lib o'rnak ko'rsatmas ekansiz, quruq gapingizni, quruq nasihatingizni olmaydi va kelajakda faqatgina sizga oq bo'ladigan farzandlar bo'ladi va mana shu oq qilganingiz uchun ham